Mobius mobil ilovasini oching, boshqa tugmasini bosing, sim kartani faollashtirish bo'limiga o'ting va sim kartangizdagi shtrix-kodni skaner qiling. Tarif rejasini tanlang. Qidiruv orqali ulanish uchun raqamni tanlang. Hujjat turini tanlang. Shaxsiy ma'lumotlarni kiriting va davom etish tugmasini bosing. Identifikatsiya jarayonidan o'ting. Shaxsiy ma'lumotlaringizni tekshiring, so'ngra davom etish tugmasini bosing. Ommaviy ofertani o'qing, rozilik belgisini qo'ying va sim kartani faollashtiring. Tarif rejasiga to'lov qiling va sim kartadan foydalaning.